Surxondaryo viloyatida ham sport musobaqalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ana shulardan biri Termiz shahrida kurash bo'yicha Surxondaryo viloyati kubogi uchun tashkil etildi. Ushbu musobaqa yangi iste'dodlarni kashf etib, yosh sportchilarning professional sportga bo'lgan qiziqishini yanada oshirgani bilan muhim ahamiyat kasb etdi. Hozir shu haqda Termiz shahrining kurash majmuasida o'tkazilgan Surxondaryo viloyat kubogi musobaqasida vohaning shahar va tumanlaridan saralangan ayollar va erkaklar ishtirok etishdi. Ikkita gilamda o'tkazilgan bahslarni malakali hakamlar jamoasi baholab borishdi. Bellashuvda yosh polvonlar kurash texnikalarini mukammal o'zlashtirib, o'ziga xos mahoratga ega ekanliklarini amalda ko'rsatdilar. Umuman olganda kurash sporti vohada rivojlanib borayotgani mazkur musobaqada ham yaqqol bilindi. Uchrashuvning final bahslari qiziqarli kechdi. Erkaklar va ayollar o'rtasida viloyat kubogi bo'lib o'tmoqda. Bunda g'olib sovrindor bo'lgan sportchilarimiz Navoiy shahrida bo'lib o'tadigan 9-14 fevral kunlari bo'lib o'tadigan O'zbekiston kubogiga yo'llanma oladi. Bu musobaqamiz kurash xalqaro qoidalariga asosan ayollar 8 vazn, erkaklar 8 vazn, jami 16 vazn toifasida barcha tumanlardan kelgan sportchilar o'rtasida bo'lib o'tmoqda. Bu musobaqamizda jami 150 ga yaqin sportchilar bellashib ishtirok etib, g'olib va sovrindor bo'lish uchun bel olishmoqda. Musobaqaning yakuniy natijalari ko'ra, umumjamoa hisobida birinchi o'rinni Jarqo'rg'on tumani sportchilari qo'lga kiritgan bo'lsalar, ikkinchi o'rin Termiz shahri vakillariga nasib etdi. Denov tumani jamoasi 3-o'ringa loyiq deb topildi. Qiziqarli kechgan bellashuv yakunida tantanali taqdirlash marosimi tashkil etilib, unda g'oliblarga diplom hamda medal topshirildi. Aytish kerakki, ushbu bellashuvda o'ziga xos uslublarni nafaqat yigitlar, balki qizlar ham ko'rsata olishdi. Bir so'z bilan aytganda, Surxondaryo viloyatida milliy sportimizni rivojlantirish maqsadida mazkur yo'nalishdagi bellashuvlar kelgusida ham voha yoshlari orasida qadriyatlarimiz timsoli bo'lgan kurashni ommalashtirib, xalqaro musobaqalar g'oliblarini chiqarishda munosib xizmat qiladi.